Bugun bolalarning miyasini ishlashini tezlashtiradigan, yana ham qiyinroq mashqlarga o'tamiz. Demak, keyingi bosqichga o'tdik. Endi toq va juftligiga qarab turli xil sonlarni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Diqqatingizni jamlang va tezroq javob berishga harakat qiling. Avval toq va juft sonlar qanaqaligini eslab olamiz. 1 qanaqa son? Toq, 3, toq, 7, toq, 6, juft, 2. juft, Yaxshi. Agar men juft son aytsam, unga 2 ni qo'shasiz. Toq son aytsam, unga 1 ni qo'shasiz. Masalan, 7 desam, bu toq sonmi, demak unga 1 ni qo'shib 8 deysiz. Juft son aytsam, masalan 6 desam, unda yana 8 deysiz. 2 ni qo'shib. Kelishdik-a? kelishdik. 4. 6, 8, 10, 3, 4, 1. 2. Zo'r. Xuddi mana shunaqangi mashqni bajarasiz, bolada biroz to'xtalish bo'lishi mumkin, lekin tezlashadi. Bolaga ketma-ketlikda siz og'ir yuklamalarni berishni boshlaysiz. Faqat ketma-ketlikda va sekinlik bilan qaysi birini ko'tara olmasa, o'sha mashqni ko'proq bajarasiz. Qaysi birini yaxshi ko'tara olsa, demak unga yanada qiyinroq mashqlarni berishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu va bundan boshqa mashqlarni biz mana shu kanalimizga, o'zimizning profilimizga joylab boramiz. Oling, ko'ring, foydalaning va natijalar haqida bizga izohlarda yozib qoldiring. Biz bunga qarab turib, yana qo'shimcha o'yinlarni berishda davom etamiz.